65 kvadratli kvartiramiz, razmeri 770 ga 865. Hop, birinchi bo'lib shaxtalarni va qiblalarni, kirib chiqishlarni aniqlab olamiz. Kirib urishda bu yoqda shaxtamiz bor ekan, gazi trubasi, kanalizatsiya, suvlarning trubasi cho'tdan chiqqan ekan. Oshxonani shu joyga joylashtirishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda sanuzelni joylashtirsak bo'ladi. Bu yoqda trubalar kanalizatsiyaning trubasi o'tgan bu yoqda. Quyoshimiz bu yoqdan chiqib, bu yoqqa botar ekan. Mana shunaqasiga, qibla ham mana shunaqasiga joylashgan, tekshirib joylashgan. Bu nimaga kerak? Ertaga unitazlarni joylayotganda yechmani ko'rib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yoqda bitta variantini ko'rsatamiz. Fikamizni. Podyezddan kiryapmiz. Podyezddan kirganda 580 ga 235 razmerli koridorimiz bo'pti. Koridorimiz kirganimizda bu yoqda kalitni qo'ydik, kiyimlarni ildik, oyoq kiyimni yechdik. Alohida bu gryazniy zonamiz bo'pti. Bu yoqda o'tiradigan zonamiz bo'pti. Alohida yana bu yoqda umumiy sanuzelimiz bo'pti. Kirdik, to'g'rida qo'lni yuvdik. Bu yoqda sochiladigan politsen sushitelimiz bor. Unitaz instansiyali, ya'ni devorda turadigan dushimiz bo'pti. Razmeri 180 ga 235, 4.2 kvadrat bo'pti. Unitazimiz shaxtaga yaqin bo'pti, trubasini ham tortishga oson bo'lishligi uchun. Bu yoqda ko'chadan kirganda zalimiz bo'pti, mehmonlar ishlaydigan, televizori, ugologi va stoli. Razmeri 4.14 ga 3 metr bo'pti. Katta, bunaqasiga 5 kishi, bunaqasiga stulni qo'ysa, yana 2 ta odam ketadi. Bu yoqqa xohlasak, devor ichiga kiradigan radyonli eshik qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Kuxnyamiz 3 ga 4.14 bo'pti. Burchiga kotyolni joyladik, shaxtani oldiga gazimiz bo'pti, rakvina, xolodilnik. Ko'chadan narsa olib keldik, xolodilnik qo'ydik. Bu yoqqa qo'yib narsalarni yuvishga tayinlaymiz, yuvib, to'g'rab, qozonga sovuramiz. Bu yoqqa yoki bu yoqqa tortib turamiz. Bu yoqda tashqariga balkonimiz bo'pti. Kichkinagina. Spaniy zonani orqaga joyladik. Kelgan mehmonni ko'zi tushmasligi uchun bu yoqqa kirib ketaveradi. Bu yoqda shu uy egalari alohida zona bo'pti. Bu yoqdan kiramiz. 15.4 kvadrat bo'pti. To'rga 320 lik spaniy bo'pti. Katta spaniy bo'pti. O'zini alohida garderob xonasi ham bo'pti. Garderob 2 ga 180 bo'pti.